Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan endokrin fiziologiyasi ikkinchi mavzu bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchi mavzu. Demak, ikkinchi mavzuyimizda biz qalqon bez gormonlari, ularning hosil bo'lishi va o'ziga xos metabolizmdagi rollarini gaplashib chiqamiz. Va rejamizda qalqon bez anatomiyasi, qalqon bez gormonlari, sekretsiyasi va transporti, shuningdek metabolizm kasalliklarini gaplashib chiqamiz. Bu yerda ko'rsatib ko'rgan bizga qalqon bez, parat gormon, paratiroid bezi. Demak, birinchi mavzuyimizni yana biroz qaytarib olamiz. Gormon so'zi demak hormon so'zidan olingan bo'lib, qo'zg'atmoq degan ma'noni bildiradi. Gormonlar demak kanalsiz bezlarning sekretsiya mahsuloti hisoblanadi va qonga to'g'ridan-to'g'ri quyiladi, oz miqdorda. Va ma'lum hujayralarga yoki organlarga tashilib, bu yerda fiziologik, morfologik va biokimyoviy jarayonlarni keltirib chiqaradi. Gormonlarni klassifikatsiya qila olamiz kimyoviy tabiatiga ko'ra. Amino va aminokislota hosilalari, oqsillar, polipeptidlar va steroid gormonlar. Shunday ta'sir mexanizmiga ko'ra ikkiga bo'lamiz: hujayra ichi reseptorlari ta'siri va ikkilamchi reseptorlar orqali ta'siri. Gormonlarning to'liq klassifikatsiyasi bu yerda biz gapirib chiqishimiz kerak bo'lgan qalqon bez kimyoviy tabiatiga ko'ra ta'sirini ko'ramiz. Demak, amino va aminokislota hosilalarida ko'rib turibmiz qalqon bezlarni: tiroksin va tireodotronin. Ana ularning kimyoviy tabiati amino va aminokislota hosilалariga mansub bo'ladi. Ta'sir mexanizmiga ko'ra o'zi tabiati amino va aminokislota hosil turibdi, lekin ta'siri hujayra ichi reseptoriga ta'siri orqali amalga oshadi, ya'ni hujayra membranasidan o'tib yadroga ta'sir qiladi. Yadroga ta'sir qiladi. Unda biz ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy qismlar bu yerda ko'rildi. Endi keyingi qismga o'tamiz. Qalqon bezni o'zini anatomiyasi. Qalqon bez glandular tiroidiya deyiladi. Grekcha tiroidis, ya'ni qalqon shakl ma'no anglatadi. Toq bez hisoblanadi. Inson organizmidagi katta endokrin bezlar qatoriga kiradi. Vazni kattalarida 15-25 kg atrofida bo'ladi. Bez bo'yin sohasida hiqildoqning qalqonsimon tog'ayi bilan kekirdakning yuqoridagi 3-4 tog'ay halqalari oldida joylashgan bo'lib, ikkita bo'lakdan o'ng va chap bo'laklardan iborat hisoblanadi va o'rtasi bo'yincha orqali birikkan bo'ladi. Qalqonsimon bez o'ng va chap bo'laklar fibroz parda bilan qoplangan bo'lib, shu o'simtadan o'sib kelgan o'simtalar, ya'ni trabekulalar bez ichkarisini bo'laklarga ajratadi. Bez pufakchalardan, ya'ni follikulalardan iborat bo'lib, uning ichki yuzasi ko'psimon hujayralar, follikular hujayralar bilan qoplangan bo'ladi. Follikula o'rtasida kolloid bilan to'lib tursa, hujayralar silindrsimon, odatiy holatda esa ko'psimon yoki yassi shaklda bo'ladi. Hamda ular tiroid gormonlarini ishlab chiqaradi. Follikularning bazal qismi membranasi devorida tiroidlardan tashqari parafollikular hujayralar, ya'ni C hujayralar joylashgan hisoblanadi. Ular tarqoq holda bo'lib, bu hujayralar kalsitonin gormonini ishlab chiqaradi. Demak, bu qalqon bezni anatomiyasi hisoblanadi. Ushbu rasmda yana to'liqroq izohlab beramiz. Demak, qalqon bez bu yerda hiqildoq bo'yincha qismi, ya'ni isthmus qismi qalqon bezining. Qalqon bez o'zining tuzilishi bu o'ng bo'lagi. Bu qism demak o'ng bo'lak, bu qism esa chap bo'lak. Hop, bu yerda esa traxeya ko'rsatilgan. Hop. Demak, qalqon bez bo'yinning oldingi qismida joylashgan hisoblanadi. Bo'yin oldida joylashgan va u hiqildoqning ovoz qutisi ostida joylashadi. Mana shu joyda ovoz qutisi. Ovoz qutisi ostida. Kapalak shaklda. Mana ko'rib turibmiz umumiy ko'rinishini. Xuddi kapalak shaklda o'xshaydi. O'rtada shu kapalakni boshi deydigan bo'lsak, ikki tomoni qanotiga misol qilib olingan. Bu o'sha tiroid follikular tashkil topgan. Tiroid follikula. Bular shu qalqon bezni tuzilish va funksional bo'lik hisoblanadi. Demak, ularda follikular hujayralar mavjud. Follikulyar hujayralar
Bu follikulyar hujayralar oddiy ko'ksimon epiteliyani tashkil topgan bo'ladi. Oddiy ko'ksimon epiteliy. Epiteliyadan iborat. Hop, bu yerda ham ko'rib turishimiz mumkin qalqonsimon bezning embriologiyasi. Embriologiyasi biz asosan ko'rishimiz mumkin qalqonsimon bez va til o'rtasida. Mana shu joyda pteroglossal duct bo'ladi. Pteroglossal duct, ya'ni til va qalqonsimon bez o'rtasidagi kanal hisoblanadi. U keyinchalik yo'qolib ketadi. O'sha ko'r teshik hosil qiladi demasak, foramen secum. Tilni shu o'rta qismida foramen secum hosil qilar edi. Bu embriologiyasi hisoblanadi. Qayerda joylashganini ko'rib turibmiz. S4 va T1 T2 oralig'ida joylashgan bo'lyapti. Hop, bu joyda qalqonsimon bezni qashqilina deyilyapti, umurtqa darajasi deyapti, u joylashishi. Qalqonsimon tog'ay, qalqonsimon bezni ko'taruvchi qism. Hop, krikoid tog'ay, piramida bo'lagi, piramidasimon bo'lak, bu chap bo'lak, bu o'rta bo'yincha, bu yog'i traxeya, bu tomoni o'ng bo'lak. Bu yerda ham shu joylashuvi mana bo'yin sohasida joylashganligi, qalqonsimon bez, paratiroid bezlar buni ortida joylashgan. Qon bilan ta'minlanishi, qon tomirlar, follikulyar bezlar to'plami, follikulyar hujayralar to'plami. Mana buni shu quloq uning yonida mana ostida qalqonsimon bezning joylashganligi. Bu yerda uni biz gistologiyasini ko'rishimiz mumkin. Qalqonsimon bezda asosan mana follikulyar hujayralar. Ularning atrofida parafollikulyar hujayralar, ya'ni kalsitonni ishlab chiqaruvchi kalsiton hosil bo'lishini ta'minlab beradi bizda. Shuningdek, bu yerda qalqonsimon bez follikulalari tasvirlangan. Mana shu qism atrofida kapillyar qon tomirlari va shu yuqorida aytganimizdek biriktirish to'qima kapsulasi qoplab turadi. Bu esa follikulani bo'shlig'i. Kolloid muschi olgan shu joyda qalqonsimon bez garmonlari sintezlanadi. Follikula mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham follikulyar hujayralar, ya'ni follikulaning ichida, follikula o'zi uning ichidagi hujayra follikulyar hujayra hisoblanadi. Bu yerda tiroglobulin mavjud. Bu esa uning atrofidagi follikulyar hujayralar atrofidagi parafollikulyar hujayralar. Demak, bu qalqonsimon bezning gistologiyasi edi. Ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin. Qalqonsimon bez garmonlariga o'zi tiroksin, triodotironin, kalsitonin kiradi. Hop, bu yerda qalqonsimon bez tasvirlangan, tiroid gland. Hop, bu joydan ishlab chiqarilyapti. Demak, kalsitonin, T4, ya'ni tiroksin, T3 triodotironin. Hop, bu yerda feedback aloqasi bo'lyapti. Ya'ni feedback halqa deyapti. Bu o'sha avvalgi darslarimizda gaplashganimizdek gipotalamus. Gipotalamusdan tiroid relating gormon ishlab chiqariladi. O'zbekchada TRG u gipofizga boradi. Mana bu joy TRG ishlab chiqaradi. U joydan TSH hosil bo'ladi. TSH esa qalqonsimon bez ichiga kirib, u joydan quyidagi gormonlarning sintezlanishiga sabab bo'ladi. Demak, bu qalqonsimon bezni umumiy tuzilishi edi. Bu yerda qalqonsimon bez gormonlari sintezi bosqichlari keltirilgan. Birinchi navbatda shu yodning so'rilishi, yod shu ozuqa tarkibidan so'riladi. Keyin tiroglobulin tarkibiga kiruvchi oqsil molekulasini sintez qilish fazasi hisoblanadi. Uchinchisi yodning oksidlanishi, to'rtinchisi tiroglobulin bilan yod atom birikishi. Va bu joyda birikish reaksiyasi deyilgan. Birikish reaksiyasi mana shu tiroglobulin bilan yodni birikishi, ikkita yod birikishi. Diyodo tironin diayti bitta yod birikadigan bo'lsa, mono yodo tironin hisoblanadi. Bular keyinchalik birikib, ya'ni ikkita diyodo tironin birikib to'rtta, ya'ni T4 ni hosil qiladi. Mono yodo tironin va diyodo tironin birikib
T3 ni hosil qilib beradi. Ya'ni bir kishi reaksiyasi degani shuni nazarda tutilgan va oxiri ularning zaxiralanishi. Bu gormon sintez bosqichlarida ularni batafsil yana hozir gaplashib chiqamiz. Qalqosmon bezlarining ishlab chiqarilishi avvalo gipotalamusda bu jarayon boshlanadi. Bilamiz, gipotalamus barcha gormonlarni boshqaruv markazi hisoblanadi. Asosiy markaz. Qanday jarayonlar kechadi? Demak, avvalo gipotalamus bu yerda paraventrikulyar yadrolar joylashgan. Paraventrikulyar yadrolarda tirotrop releasing gormon ishlab chiqariladi. Tirotropin releasing gormon. Shu gormon gipofizga ta'sir qiladi. Gipofizdagi tirotroplarga. Shunday yozsak, tirotrop hujayrasi terga ta'sir qiladi va u joydan TSH hosil bo'ladi. U qon oqimiga tushadi. Shu joydan ketamiz, qon oqimiga tushadi va u qalqosmon bezdagi follikulyar hujayralarga boradi. Follikulyar hujayralar shu joyni olamiz. Demak, bu joydan follikulyar hujayralarga u joyda demak G stimulatory GS mexanizmi orqali ishlaydi. GS mexanizmi orqali ta'sir qiladi va u hujayra membranasidagi adenolat siklazaga ta'sir qiladi. Adenolat siklaza. Bu adenolat siklazaga GS ta'sir qilgandan keyin bu adenolat siklazada maxsus ferment mavjud. GT faza endi bu o'z vazifasini bajardi GS. Ya'ni birlamchi fermentni faol holatga keltirdi. Endi bu GT faza uni nofaol holatga o'tkazadi. Ya'ni GTF ni o'rniga GTF ni olib keladi. Ya'ni bitta fosfat guruhini chiqarib yuboradi. Energiya hosil bo'ldi. Endi bu energiyadan adenolat siklaza ATF dan siklik AMF hosil qilish uchun foydalanadi. Siklik AMF protein kinaza A ni faollashtiradi. Ya'ni siklik AMF hosil bo'ldi. Siklik AMF protein kinaza A ga ta'sir qiladi. Protein kinaza A yadroga borib, u joydan shu maxsus genlarga ta'sir qiladi. Bu genlar demak translyatsiya, transkripsiya jarayonlarini boshdan o'tkazadi va maxsus oqsillar ishlab chiqaradi. Bu oqsil endoplazmatik retikulumga boradi. Endoplazmatik retikulumdan mana shu joydan demak u borgandan keyin Golgi apparatga o'tadi. Golgi apparatda qadoqlanadi. Vezikula ichiga vezikula hujayra membranasi bilan qo'shiladi. Hujayra membranasiga qo'shilgandan keyin aynan mana shu jarayon ketyapti. Hujayra membranasiga qo'shilgandan keyin u joyda luminal, ya'ni mana bu bo'shliqqa chiqariladi. Bu luminal bo'shliq hisoblanadi. Bu joyga chiqarilgandan keyin bu oqsil tiroglobulin hisoblanadi. Tiroglobulin aminokislotalarni tashkil topgan, asosan tirozin aminokislotasini tashkil topgan. Bu tirozin qalqosmon bezining asosiy yuniti hisoblanadi. Tirozin emas, tiroglobulin bu qalqosmon bezining asosiy birligi hisoblanadi. Xo'p, bu aynan tiroglobulinni sintezi edi. Ya'ni qalqosmon bez follikular hujayralari ularning atrofida qon tomirlari bilan bog'langan. Bu esa o'rta qismidagi kolloid hisoblanadi. Kolloidda tiroglobulinlar mavjud bo'ladi. Xo'p, endi yod nima uchun zarur degan o'sha savolga to'xtalamiz. Qalqosmon bez gormonlari ishlab chiqarilishida ularni qanday qilib shu yod u tirozin bilan birlashishini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, yod qayerdan keladi degan bo'lsak, biz qabul qilinadigan oziq moddalardan, turli oziq moddalar bilan qabul qilinadi. Masalan uchun yodli tuzlar, nima uchun endi yodni tuzlangan yod deyishni yodlangan tuz deylik, tuzlangan demasdan yodlangan tuz deyilishiga sabab aynan shu. Hop, u qon oqimida ion shaklida harakatlanadi, ya'ni yodit holatida va manfiy zaryadga ega bo'ladi. Endi yodit, aynan yod manfiy holatdagisi u endi ko'chirib transport qilinishi kerak. Qayerga? Follikular hujayrasini bo'shlig'iga transport qilinishi kerak. Bu jarayonda bizga natriyni ikkilamchi aktiv transportdan foydalanadi. Natriy bilan birgalikda follikula ichiga o'tadi. Natriyning konsentratsiyasi qonda yuqori, follikula ichida past. Yodni o'sha konsentratsiyasi
ham shu bilan birgalikda past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyali hududga o'tish kerak bo'ladi. Bu jarayon uchun natriyni passiv transportidan foydalanadi. Nima uchun undaligini aytib o'tdik. Ya'ni yuqori konsentratsiyali qonda yuqori bo'ladi, past konsentratsiyali follikul ichiga o'tadi. Bu natijasida yod transport qilinadi ikkilamchi aktiv transport sifatida. Chunki avval natriy bu qon oqimiga chiqqan bo'lar edi. Chunki ikkilamchi aktiv transportda ham bilvosita foydalaniladi ATFdan. Va endi yod, mana ko'rib turishimiz mumkin, shu joyda follikul hujayrasi ichiga o'tdi va faol transport qilindi deyilyapti. Aytdik, natriy yod transporteri. Natriy yod transporteri transport orqali ikkilamchi aktiv transportdan foydalanadi va yod endi follikul ichiga o'tish uchun bu joyda maxsus ion kanal pendrin deb nomlangan maxsus ion kanal orqali follikul ichiga o'tadi. Endi follikul ichiga o'tgandan keyin, ya'ni luminal bo'shliqqa o'tgandan keyin u joyda tiroid peroksidaza deb nomlanadigan ferment mavjud. Bu joyda demak tiroid peroksidaza fermenti mavjud. Bu tiroid peroksidazaning 3 ta vazifasi mavjud. Buni shu tomonga yozamiz. Chunki uni batafsil izohlab yozib olish kerak. Bizga bular kerak emas. Tiroid peroksidaza. Tiroid peroksidaza. 3 ta vazifasi bor edik. Birinchisi yodni oksidlash. Yodni oksidlash. Ikkinchisi demak yodlash. Yodlash deymiz. Yodlash. Biz nima uchun buni deganimiz batafsil izohlaymiz va oxiri birlashish. Birlashish yoki birlashish. 2 3. Va bu tiroid peroksidazani 3 ta vazifasi. Endi bularni har bittasini alohida izohlaymiz. Yodni oksidlash. Yod bizda hozir ion holatida edi. Ya'ni yodid holatida edi. Endi u yod holatiga o'tish kerak. Ya'ni neytral bo'lish kerak. Buni aynan tiroid peroksidaza ta'minlaydi. U tiroid peroksidaza yodni oksidlash natijasida yodga o'zgaradi va u elektronlarni yo'qotadi, manfiy zaryadini yo'qotadi va neytral bo'ladi. Oxirgi natija neytral bo'lishi. Neytral yod. Bizga aynan shu kerak. Xo'p, endi yodlash jarayonida bizda kolloid, ya'ni luminal bo'shliq follikula bo'shlig'iga tirozin aminokislotasi chiqqani, tiroglobulin hosil bo'lib, o'sha uning tarkibida tirozin aminokislotasi bor edi. Endi shu tirozin aminokislotasi bilan yodni bir yoki ikkita yod molekulasi qo'shiladi. Natijada bitta molekula yod tirozin bilan qo'shilsa, monoyodiy tirozin hosil bo'ladi. Ikkita molekula yod tirozin aminokislotasi bilan qo'shilsa, diyodotirinon hosil bo'ladi. Demak, bu joyda bizga yodlash deganda quyidagi moddalar hosil bo'lish nazarda tutilgan: diyodotirinon va monoyodotironin. Xo'p, endi birikish reaksiyasi, ya'ni yodlangan tirozin aminokislotasi endi tiroksin va triyodotironin molekulalariga birlashadi. Bunda yuqorida aytib o'tganimizdek bosqichlarda birikish bosqichi degandik. Aynan diyodotironin va diyodotironinlar birlashib T4 ni hosil qiladi, tiroksinni hosil qiladi. Tiroksinni hosil qilyapti va monoyodotironin va diyodotironinlar birlashgan holatda bizda T3, ya'ni tiroyodotirozinni hosil qilyapti, tironinni. Triyodotironin. Hop, endi bu joyda biz o'sha tiroid peroksidazadan tashqari yana boshqa fermentlar ham mavjud. Aynan mana shu maydalanish bosqichlari bilan birga uni qayta birikish bosqichlariga yordam beradigan boshqa fermentlar ham mavjud. T4 va T3 birgalikda bizda qalqonsimon bez gormonlarni hosil qiladi, ya'ni tiroid hormon. Qalqonsimon bez gormoni hisoblanadi. Xo'p, endi bu joyda bizda mana T3 va T4 hosil bo'ldi. Ya'ni tirozin bilan yodni birlashishi diyodotironin ikkitasi, bittasi birlashsa monoyodotironin hosil bo'ladi. Xo'p, endi yodlangan tirozin molekulalari mana bu joyda ko'rsatilgan T3 va T4 ni hosil qiladi deyilyapti. Va tiroglobulin kolloidi endostoz yo'li bilan follikul ichiga o'tkaziladi va lizosoma bilan bog'lanadi deyapti. Mana bu joyda lizosomalar bilan bog'lanadi. Lizosomal fermentlar T4 va T3 ni tiroglobulindan maydalaydi va gormonlar
qon oqimiga eksositoz orqali o'tkaziladi deyapti. Mana T4, T3 va T4 qon oqimiga chiqdi. Aynan hozirgi aytgan jarayonlarimiz, bu jarayonni demak endositoz, bu yerdan o'tishi endositoz, bu joyga o'tishi esa egzositoz. Qon ichiga o'tyapti, qon oqimiga o'tyapti. Ya'ni follikul hujayra ichidagi tiroglobulin, yodlangan tiroglobulin molekulasi endositoz orqali follikul ichiga o'tadi. U joyda vezikul ichida bo'ladi va lizosomalar bilan qo'shiladi. Lizosoma fermentlari tiroglobulinni ajratadi va T3 va T4 alohida izolyatsiya bo'ladi. Keyin vezikulalar, ya'ni T3 va T4 o'ziga olgan vezikulalar hujayra membranasi bilan qo'shiladi va tayroid garmonlar, qalqosma bez garmonlar qon oqimiga ajraladi. Bu jarayonda bizda yana oxirida T3 va T4 qon oqimiga ajralgandan keyin tiroid binding hormon bor edi. Tiroksin bog'lovchi garmon. Ular qon oqimida bog'lab oladi. Bu garmon qonga jigar tomonidan ishlab chiqariladi. Tiroksin ya'ni T4 bu asosiy komponent hisoblanadi qalqonsimon bezlarni. T4 o'sha hujayra membranasining lipid qavati orqali o'tadi. Buni ta'sirlariga kelganimizda hozir batafsil gaplashib chiqamiz. Demak, qonda ularni bizga tiroid binding hormon TBG, ya'ni qalqonsimon bez garmonlarini bog'lovchi garmon orqali ular tashiladi qonda. Aminokislota tabiatli bo'lgani bilan, lekin shu yadroga ta'sir qiladi deganmiz. Hozir ularni yana batafsil gaplashib chiqamiz. Mana shu joyda qalqonsimon bez garmonlarini shu qanday qilib hujayraga ta'sir qilishini birma-bir gaplashib chiqamiz. Qalqonsimon bez garmonlarining hujayraga ta'siri qanday bo'ladi? Biz demak qalqonsimon bez garmonlarini hosil qilib oldik. T3 va T4 ni. Endi bu garmonlar qonda tiroid bog'lovchi globulin bilan bog'lanadi va o'ziga tegishli organ to'qimlariga ta'sir qiladi. Shundan biz hujayra deylik. Hujayramiz 2 qavat lipiddan tashkil topgan. Lipid qavati hop, endi bu joydan bizga hujayra membranasidan o'tib ketadigan modda tiroksin hisoblanadi, ya'ni T4. Hujayra membranasiga o'tadi. Bu joyda o'sha hujayra ichida 5D yodinaza fermenti shu tiroksindan bitta yodni olib tashlaydi, ya'ni 5D yodinaza. Buning natijasida o'sha 5 uglevod atom hosil bo'ladi va bu T4 T3 ga o'zgaradi. Ya'ni T4 T3 ga aylanadi. Trioyotronin bu qalqonsimon bez garmonining faol shakli hisoblanadi. Demak, faol shakl. Endi buning natijasida yana boshqa bir ferment mavjud, 5D yodinaza. Endi qalqonsimon bez garmonidan yana shu bitta yodni olib tashlaydi va qayta yana T3 hosil bo'ladi. Bu T3 endi nofaol shakl bo'ladi. Endi T3 bundan davom etamiz. T3 transkripsiya faktoriga birikadi. Bu o'zini effektini amalga oshirish uchun retinol kislota kerak bo'ladi. Retinol kislota, ya'ni RXR. Retinol kislota kerak bo'ladi. Bu retinol kislota bilan shu T3 ikkovi transkripsiyaga birikganda transkripsiya omiliga faktoriga u faollanadi va yadroga harakat qiladi. U joydagi maxsus gen ketmaganligiga ta'sir qilib, u joyda transkripsiya, translyatsiya va modifikatsiya jarayonlarini amalga oshiradi va maxsus oqsil sintezlanadi. Bu oqsil natriy, kaliy atefaza hisoblanadi. Oqsil atefaza hisoblanadi. Bu natriy kaliy atefaza hujayra membranasi bilan qo'shilib 3 ta natriyni hujayra tashqarisiga, shu bilan birga 2 ta kaliyni hujayra ichiga qabul qiladi. Shuningdek, bu jarayonda ATF molekulasi kerak bo'ladi. ATF energiyasini talab qiladi. Natijada ADF molekulasi hosil bo'ladi. Bu jarayonda ko'pgina natriy kaliy kanallari hosil bo'ladi, soni ortadi, ko'p energiya talab qiladi, hujaydagi ATF darajasi kamayadi. Demak, chunki ATF foydalanyapti, ATF kamayadi, yonilg'i, ya'ni energiya sarfi oshadi. Energiya sarfi ortadi. Bu jarayonda uglevodlar, yog'lar, oqsillar parchalanadi. Oqsil, uglevod
Yo'q. Chunki ATF hosil qilish kerak. Mitoxondriya o'z navbatida gipertrofiyaga uchraydi, mitoxondriya soni ortadi, issiqlik ishlab chiqarish ortadi, metabolizm darajasi ortadi, kislorod usage deymiz, kisloroddan foydalanish ortadi, mitoxondriya soni ortadi. Soni ortadi. Xo'p. Mitoxondriya soni ortda, bu joyda natriy, kaliy, ATFaza hosil bo'lganda, hop mitoxondriyalar gipertrofiyasi kuzatiladi. Endi bu natijasida shu natriy, kaliy, ATFazani, ya'ni hujayra ichida tinchlik muvozanatini ham saqlab turadi. Ya'ni bu hujayraga ta'siri edi. Qalqonsimon bez gormonlarni hujayraga ta'siri. Bu yerda endi qalqonsimon bez gormonlarining transportiga qaytamiz. Qalqonsimon bez gormonlari o'zi gormonlar tashish bog'lanmagan yoki erkin holatda amalga oshadi. Bog'langan yoki erkin holda bular katexolaminlar, peptid gormonlar, oqsillar. Endi bog'langan holatda esa tiroid gormonlar va D vitamini. Endi bu joyda yana aytib o'tishimiz kerak. Shu bog'langan holatda 99.95% tiroksin va 99.5% triodotironin qon oqimida maxsus tiroid binding hormon, ya'ni tiroid bog'lovchi gormonga tashlanadi yoki transtirotin va qalqonsimon bez bog'lovchi albuminga birikkan holatda tashlanadi. Xo'p, bu joyda yana 0.5% tiroksin va 0.5% triodotironin qondagi erkin bioaktiv gormonlar hisoblanar ekan. Bu mana shu hosil bo'lgan jarayondan qonda tashilish hisoblanadi. Ko'p miqdori shu bog'langan holatda transport qilinadi. Manfiy qaytar aloqa shu tiroid gormon regulyatsiyasi asosan ikki xil kechadi. Negativ feedback orqali, adenohipofiz va qalqonsimon bez o'qi orqali va avtoregulyatsiya orqali kechadi. Qalqonsimon bez gormonlari TRH neyronlari gipotalamusdagi paraventrikulyar yadrodagi. Ular demak adenohipofizga axborot yubordi, u joydan TSH ishlab chiqardi. TSH qalqonsimon beziga follikulyar hujayraga ta'sir qildi. U joydan T4 va T3 hosil bo'ldi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. T4 hujayra membranasidan o'tib, shu T3 ga aylanadi. 5 deodinaza ferment orqali. Shuningdek T3 ham bu joyda o'zi hujayra ichiga o'tadi bu inaktiv holatda. Hop, qalqonsimon beziga ta'sir qiladi va maxsus nishon hujayralarga boradi. Bu joyda shu qalqonsimon bez gormonlari o'zini avtoregulyatsiyasi bor dedik. Aynan qalqonsimon bez gormoni ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarilgandan keyin o'zi adenohipofizga ta'sir qilib T4 va TSH ishlab chiqarishini bloklaydi yoki undan yuqoridagi jarayonlar gipotalamusga ta'sir qiladi, paraventrikulyar yadrolarga. Ya'ni bu TRG ni ishlab chiqarish kamayadi. Tiroid releasing gormon. Bu negativ feedback orqali avtoregulyatsiyada ham o'zi orqali kechadi. Bu joyda ishlab chiqarilgan gormonlar miqdori ortishi yuqoridagi shu gormonlar ishlab chiqarishini kamaytirishga olib keladi. Hop, TSG yoki tiroid stimullovchi gormon. Bu gormon glikoprotein hisoblanadi. Molekulyar og'irligi 30 ming dalton, plazmadagi hajmi esa 2-3 bu joyda mol taqsim millilitrni tashkil qilar ekan. Hop, TSG qalqonsimon bezga quyidagicha ta'sir qiladi deyapti. Biosintezining barcha bosqichlarini tezlashtirib, qalqonsimon bez gormonlari sekretsiyasini oshiradi. Follikulyar epiteliy hujayralar sonini, ya'ni giperplaziyasi va hajmini, gipertrofiyasini oshiradi. Qalqonsimon bezning qon bilan ta'minlanishini oshiradi va TSH ishlab chiqarilishi boshqariladi. Plazmadagi T3 va T4 orqali qaytar aloqa va TRG nazorat orqali, tiroid releasing gormon orqali boshqariladi. Bu joyda o'sha TRG bo'lsa, gipofiz bezida TSG mavjud. TSG ni ko'rib turibmiz. Hop, qalqonsimon bezga ta'sir qiladi. U joydan keyin bizga T3 va T4 hosil qilib beradi. TSG ni tiroksin va triodotironin tomonidan boshqarilishi, T3 va T4 ning pasayishi TSG ga stimul beradi, TSG ni sekretsiyasini rag'batlantiradi. T3 va T4 darajasining ortishi TSG ni sekretsiyasini kamaytirib beradi yoki ingibirlaydi. Shu yuqoridagi jarayon, ya'ni avtoregulyatsiya. Bu gormonlarning ortishi yoki kamayishi o'zidan yuqoridagi pog'onadagi bitta darajadagi
darajani stimullaydi yoki ingiberlaydi. Shunga qarab turib avtoregulyatsiyasi farqlanar ekan, avtoregulyatsiya kuchaytirar ekan. Bu joyda avtoregulyatsiyasi, ya'ni gipotalamus terga hosil qiladi. Bu joydan TSH gipofizga, TSH tiroid stimullovchi gormon. Hop, u qalqon osmon beziga ta'sir qilib, T1 va T3 miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Qalqon osmon bezi gormonlar miqdorining ortishi gipotalamusga signal yuboradi va u joydan TSG ajralish to'xtatiladi. Ya'ni bloklanadi deyilyapti bu joyda va qonda T3 va T4 miqdori kamayganda bu jarayon ortar ekan. Ishlab chiqarilishi. Bu avtoregulyatsiya hisoblanar edi. Ya'ni bitta gormon o'zi istalgan gormon o'zidan yuqoridagi jarayonlarni bloklaydi. Mana shu nishon a'zo bo'lsa yoki gormon ishlab chiqariluvchi o'zidan yuqoridagi gipofiz yoki gipotalamusga ta'sir qiladi. Gipotalamus, gipofiz yoki o'sha ishlab chiqariladigan endokrin bez. Hop, bu avtoregulyatsiya hisoblanadi. O'zidan yuqoridagi bitta pog'onadagi jarayon ingiberlaydi yoki u jarayonga musbat ta'sir ko'rsatadi. Ortishga ta'sir qiladi, kamayishga ta'sir qiladi. Bu mana shu endokrin bezdan ishlab chiqariladigan gormonning miqdoriga bog'liq holatda kechadigan jarayon hisoblanadi. Bunda ishlab chiqariladigan gormon miqdori ortsa, misol uchun T3 va T4 ortsa, demak o'zi yuqoridagi jarayonni manfiy yo'l bilan bloklaydi. Buni miqdorini kamayishi musbat yo'l bilan yuqoridagi jarayon stimullaydi. Kamayishi o'sha yuqoridagi jarayonga ishlab chiqaradi deb turib stimul yuboradi. T3 va T4 ning hosil bo'lishi, shu yuqorida aytganimizdek tiroglobulin hosil bo'lishi kerak. Uning uchun unda tirozin qoldiqlari mavjud. Aktiv yod, ya'ni neytral yod tiroglobulin bilan bog'lanadi. Ikkitasi bog'lanadigan bo'lsa diodotronin hisoblanadi. Bittasi bog'lanadigan bo'lsa monoyodotronin hisoblanadi. Monoyodotronin keyin diodotronin tirozin molekulasi bilan birgalikda qo'shiladi. Bu joyda monoyodotronin tirozin diodotronin bilan qo'shiladigan bo'lsa tiroyodotronin hosil qiladi T3. Monoyodotronin bu joyda aslida diodotronin bo'lishi kerak edi. T4 hosil qiladi shunda. Ana T4 bu diodotronin bo'ladi. Chunki mana shu ketma-ketlikda ketib, oxirida T4 hosil bo'lishi kerak. Bu shu yuqorida aytilgan jarayonlarni jadval holatda keltirilgani. Bu proteolis holatda, ya'ni tiroglobulin molekulasi ajralib, qonga chiqish kerak. Bu joyda demak izohlar uchun ekan, uni alohida yana ma'lum bir qismlarini izohlaymiz. Gormonlar sekretsiyasi quyidagicha kechadi. Endostoz va proteolis folikulyar luminlik tiroglobulin folikulyar hujayralarning apikal membrasida joylashgan megalin TB retseptori bilan bog'lanadi va hujayraviy endostoz qilinadi. Ikkita biz oqsilni eslab qolishimiz kerak. Oqsil kanalini pendrin va megalin. Ikkovi ham muhim. Hop, proteoliz bo'lganda proteolit fermentlarni o'z ichiga olgan lizosom faschalari tiroglobulin molekulasini hazm qiladi va epitelin hujayralar sitoplazmasiga T3, T4, monoyodotronin, diodotronin va boshqa aminokislotlarni chiqaradi. T4 va T3 diffuziyasi yo'li bilan kapillyarga o'tadi va sirkulyatsiyaga qo'shiladi. Monoyodotronin va diodotroninlar folikulyar hujayralar ichida deodinaza ferment tomonidan tez yodsizlanadi va yodid tirozin bilan birga qayta ishlash uchun T4 va T3 sinteziga o'tkaziladi. T3 va T4 transport ikki xil yo'l bilan kechadi deyilyapti. Birinchisi o'sha birikkan, ikkinchisi erkin holatda amalga oshadi. Demak, bu sekretsiyasi haqidagi ma'lumotlar edi. Keyingisi yodning ta'sirini biz ko'rib o'tdik. Yodid holatida qabul qilinadi. Natriy yodid u neytral holatga o'tadi. Tiroid peroksidaza ishtirokida. Bu muhim hisoblanadi. Ya'ni yod holatiga o'tishi neytral. Qalqon osmon bezi gormonlari sintezida, ya'ni tiroyodotronin va tiroksin gormonlar sintezida keyinchalik ishtirok etadi. Yod nima uchun muhimligini mana bilib oldik. Qalqon osmon bezini ishlashi, qalqon osmon bezi gormonlari qanday qilib ishlaydi? Shu T3, T4 sintezlandi. Hipotalamus pituitary connection aloqasi orqali u demak to'qimalarga boradi. Hammasi o'sha faol shakli o'sha T3 hisoblanadi. To'qimalarga boradi, hujayralarga ta'sir qiladi. Jigar
yurakka ta'siri. Bularni hozir barchasini gaplashib chiqamiz. Hujayraga bo'lgan ta'sirini ko'rib chiqdik. Shu hammasi shu oxiri hujayraga borib turib ta'sir qiladi. Tegishli hisoblanadi hujayraga. Hop, bu joyda demak qalin osmon bezining ta'sirlari, qalin osmon bezining ta'sirlari nima? Dunyo qalin osmon kuni, ya'ni qalin osmon bezi kuni 25-may. Qalin osmon bezining funksiyalari demak yurak urishiga, yurak urish tezligiga, hazm tizimiga, kayfiyatimizga va boshqa gormonlar ishlab chiqarishiga, energiya hosil bo'lishiga va tana temperaturasiga, miyamizning sog' bo'lishiga, ya'ni sog'lomligiga va moddalar almashinuviga ta'sir qiladi. Bu joyda umumiy ko'rsatilgan. Hop, keyingi darsimizda aynan shu qalin osmon bezining ta'sirlari va umumiy tushuncha hosil qilamiz. Bu yerda hozircha bizga yetarli bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni qalin osmon bezining sintezi, ularning o'sha o'zaro hujayraga bo'lgan ta'sirini ko'rib chiqdik. Keyingi darsimizda albatta mana shu qolgan ta'sirlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'rganishda, ilm olishda charchamang.